Mirzo Ulug'bek tumani Sentrum uchastkasida bitta dona bo'lib turgan, arxitektura bo'yicha bir dona bo'lib turgan uyimiz sizlarga ko'rsatamiz. Bu uyimiz boshqa joyda uchratmaydigan uyimiz bo'ladi. Fasad qismlariga e'tibor bersanglar, haqiqatda boshqacha qilib ketilgan uyimiz 5 sotuvdan iborat bo'ladi. Uyimiz haqiqatda aytaman, boshqacha qilib ketgan. Oldi tomonini ko'ryapsiz. Oldi tomonni fasadlari ham boshqacha, haqiqatda boshqa stilda qilib qo'yilgan. Bu orqa hovlisi bo'ladi. Orqa hovlisini o'zida bu yerda basseyn tizimi qilib ketilgan va uyimizda bu yerdan ham orqa tomondan ham bemalol, oldi tomondan ham orqa tomonga o'tadigan zonasi va bu barbekue zonalari bo'ladi. Barbekue zonalariga e'tibor bersanglar, boshqacha haqiqatda katta prostransiya qilib qozon tovoligacha qo'yib ketilgan. Sizlarga eng fishkaviy joyi ko'rsatamiz. Bu tomonimizga kirsanglar, bu tomonimiz endi sauna qismi hisoblanadi va bu dushoy kabinkamiz qilib ketilgan. Uyimiz ko'rdinglar, o'zini narxiga haqiqatda stoyish uylarimizdan biri bo'ladi. Uyimizda shkoflargacha, oshxona mebel hammasi qo'yib ketilgan. Aytib o'taman, narxiga haqiqatda yaxshi joylardan biri. 1.200.000 deb aytilyapti narxi. Past telefon nomerida qoldirganman. Bemalol aloqaga chiqib, o'zingizlarning ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi. Rahmat.